Salomim so'lim ko'ksimda o'ng qo'lim ta'zim qilib aytaman assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda eng sara, eng qaynoq yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum barchalarga. Sizlar bilan har doimgidek Real Bubjik. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman akalar. Bugun o'yinga qanaqa kollaboratsiya bo'lyapti, o'yinga qanaqa super karlar qo'shilyapti. Barcha PUBG Mobile'ga oid so'nggi yangiliklarni ko'rib chiqamiz akalar. Tayyor bo'lsanglar, akalar, prostadagi mana shu videoni ko'rib turibsizlar, tekinga yuzishlar olsanglar bo'ladi. Qanday qilib deysizlarmi? Eshitinglar. Videoga bitta dona like bosasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchasini bosib qo'yasizlar. Va kommentariyaga absolutno xohlagan kommentariyani yozib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olib aniqlab, o'z yuzini tashlab beramiz. Akalar, har doim biz bitta g'olib aniqlardik, endilikda ikkita g'olib aniqlayapmiz. Tak что mana ko'rishingiz mumkin, ikkita g'olib bularga 100 so'mlarni tashlab berdik. Agarda sizlar ham bitmoqchi bo'lsanglar, shartlarni to'liq bajaringlar. Unda ortiqcha gap so'z kerak emas. Videoni boshladik. Demak, birinchi bo'lib ko'radigan, ya'ni gaplashib o'tadigan yangiligimiz bu. O'zbekiston formasini, ya'ni O'zbekiston futbol terma jamoasi formasini tekinga olish o'rganamiz. Qaysi ekan desanglar, tak bu yerda mana akalar va nihoyat PUBGga O'zbekiston terma jamoa formasi qo'shildi akalar. Buni ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib ishlab qo'yishgan. Voh, ey ma'mur turishini qaranglar. Buni ko'p kishi obamaganlar ham bor. O'shaning uchun obamaganlarga hozir men buni tekinga olishni o'rgataman. Demak akalar, birinchi bo'lib tadbirlar bo'limiga kirasizlar. Xo'p, bu yerda mana perk almashish degan, joy bor. Shuni bosasizlar. Bosganingizdan keyin o'sha sovg'alarni olasizlar. Tak, bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, sariq sandiq turibdi. 400 ta dona monetaga almashtirasizlar. Xo'p, men 400 ta monetaga buni sotib olaman. Tak, xo'p, yana mana shunaqa sovg'alar bor. Bu yerda mana 400 ta dona anunga nima deydi? Mana bu jetonga biz o'sha sariq keysi oldik. Endi kiramiz. Sariq keysi ustiga bosamiz akalar. Tak, bu yerda mana tanlash imkoni beradi. Xo'p, ko'rishimiz mumkin, mana shunaqa kiyimlar bor. Okey bosamiz. Qaysi biri sizlarga kerak? Biza, конечно, O'zbekistonni mana bu formasini olamiz. Обязательно mana buni tanlab bosamiz. Oq bo'rilar jersi deb yozib qo'ygan ekan kiyimga akalar, e'tiborli bo'linglar. Buni oldik, mana ishlatamiz. Endi kiyib ko'ramiz. Voy, akalar, mana buni turishini qaranglar, asalligini qaranglar. Respekt, realni zo'r ishlab qo'yishdi va nihoyat PUBG ham bizni eshitib, mana shunaqa chiroyli formalarni qo'shib qo'yibdi. Addushi. Yaxshi, birinchi yangiligimiz, birinchi sizlarga foydasi tegadigan ma'lumotimiz shunaqa edi. Demak, ikkinchi ma'lumotni ham ko'rib o'tamiz. Bizda keyingi yangilik ishoninglar, juda ham ajoyib yangilik. Undan oldin bitta sizlardan iltimos qilaman. To'g'risi, prosmotrlar zo'r akalar, yorib beryapsizlar, faqat podpiska tashlash вообще kam. Tasavvur qilinglar, 50 ming odam videoni ko'ryapti, 50 ming prosmotr, 500 ta odam podpiska tashlayapti. Bu degani 99% odam podpiska tashlamasdan kuzatyapti. Akalar, sizlardan maksimalli podдержка kutaman. Bu bizning ikkinchi kanalimiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Bu kanalni ham 100 mingtadan o'tkazishimiz kerak. Mana shu kanalda streamlar bo'ladi. Streamga kirasizlar, tekin RPlar, tekin UC'lar bo'ladi. O'shaning uchun yo'qotib qo'ymaslik uchun обязательно podpiska pat bo'lib ketyapti. Podpiska tashlab qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Xo'sh, akalar, bizda keyingi yangilik bu Ferrari bilan kollaboratsiya. Ya'ni PUBG Mobile Ferrari bilan kollaboratsiya qilishi kutilmoqda. Bu почти 80-90% уже fakt, aniq. Tak, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ferrari skillari aniq ko'rinishi yo'q. Men bu rasmlarni ChatGPT dan olganman, akalar. Xuddi shu holatda bo'lishi kutilmoqda. Birinchi rasm. Tak, bizda ikkinchi rasm buggy transportiga mana shunaqa super kar ko'rishingiz mumkin. Realni zo'r ishlab qo'yishgan. Endi bilasizlar, Ferrari super kari bu realni legenda, вообще zo'r. O'yinga qachon qo'shiladi desanglar, 4.5 обновленияda qo'shilishi kutilmoqda. Endi PUBG bilan Ferrari yaxshigina shartnoma qilsa, обязательно o'yinga qo'shiladi. Bizda keyingi rasm mana bunaqa, bu 2 kishilik mashina. Ismi nima edi buni? Voy,
Kupemidi. Ну, короче, esimga kelmayapti. Shuni kommentga yozib yuboringlar. Men bu mashina nomi nima edi? Kishilik mashina. Ну, короче, bizda keyingi rasm va mana bunaqa ajoyib bo'lgan Ferrari rasmlari bor. Bu taxmin akalar, buni ChatGPT qilib bergan. Hali hech qayerda qanaqa skilllar qo'shilishi haqida ma'lumot yo'q. Men prosessorga aniqroq bo'lsin deb rasmlar bilan ko'rsatib beryapman. Примерно shu holatda bo'lar ekan deb. Va nihoyat akalar, men buni qaranglar. Oy, men buni qaranglar. Agar realli mana shunaqa qop-qora Ferrari qo'shilsa, ishoninglar, shunaqangi legenda bo'ladi. Juda ham ajoyib ikkinchi yangiligimiz akalar. Qaranglar, keyin sizlarga iloji boricha ma'lumotlarni qisqa va lo'nda tushuntirib o'tib ketaman. Shunaqa qilganim yaxshimi yoki-da har bitta ma'lumotni cho'zib, videoni uzaytirib o'tirganim yaxshimi? Bilaman, sizlar ham nima deydi, vaqtinglar ko'p emas. Sizlarga aniq ma'lumotlar kerak. O'shaning uchun aniq ma'lumotlarni qisqa va lo'nda aytib ketaman. Unda akalar, keyingi ma'lumotni ko'rib chiqamiz. Xo'sh akalar, bizda keyingi yangilik bu dinozavr rejimi qachon qo'shiladi? Old view bo'lgan. U bilaman, hozirgi pakani, ya'ni hozir PUBG boshlaganini bu rejimni bilmaydi, lekin old view igroqlar bu rejimni yaxshi bilishadi akalar. Xo'p, hozir mana shu gaplashib o'tamiz, qachon o'yinga qo'shiladi. Shular haqida birinchi mana bu treylerni ko'ringlar akalar. Baribir bilasizlar, legenda bo'lgan. Tak, bu yerda akalar biza oddiy odamlar 2.6 obnovleniyada biz dinozavrda shunaqa qilib yurganmiz. Shunaqa qilib dinozavrdan qochganmiz. Nu hozirgi endi PUBG boshlaganlar mana shu rejimda o'ynab ko'ringlar, ishoninglar. Reality aytmoqman, old is gold. Juda ham ajoyib ishlab qo'yishgan. Nu o'yinga qachon qo'shiladi desanglar, 8-iyun kuni o'yinga qo'shiladi va mazza qilib o'ynashimiz mumkin. Mana shu dinozavr rejimga bitta edit tayyorlab qo'yganman. Ko'ringlar. Gap so'z kerak emas. Davaydi. Qanday gonda editni bitta ko'ringlar, ishoninglar, вообще asal edit bo'lgan. To'xtanglar. Bitta to'xtataman. Mazginglar. Videoni shu joygacha ko'rdinglar. Rahmat. Endi akalar, shuncha mehnat qadrlagan holatda videoga bitta dona like bosib, kanalimizga obunani bosib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. To'g'risini aytaman akalar, men sentyabrgacha 100 mingta bo'lishni maqsad qilganman, lekin bu juda ham qiyin. Lekin biz bitta birlashsa, ishoninglar, shuni eplaveramiz. Bitta prosmotr, bitta like. Agar bitta videoni ko'rasizlar, 10 mingta prosmotr bo'ladi, 2 mingta, 3 mingta like bo'ladi. Bitta prosmotrman, bitta like bo'lsa, bitta prosmotr, bitta like bo'lsa, boshqacha bo'ladi. Qani ko'ringlar, qancha like yer ekanmiz. Bitta prosmotr, bitta like. Hammasi cho'tka bo'lib ketadi. O'shaning uchun akalar, обязательно qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Nimaga deganda, mana shu kanal stream yoqamiz uje. Streamga kirib turib, RP larni, UC larni tekinga ishlab olsanglar bo'ladi. Davayt unda edit ko'ringlar. Men jim o'tiraman. Oy, akalar. Realli legenda sezonlardan biri. Ko'rdinglar, edit ham zo'r. Demak, sizlarga to'liq ma'lumot qilib tushuntirib o'tdim. O'yinga qachon qo'shilishi, qanaqa holatda bo'lishi, hammasi zo'r. Bunda keyingi ma'lumotni ko'rib o'tamiz. Bizda eng shokli ma'lumot PUBG Mobile'ga Spiderman o'rgimchak odami yana qaytmoqda akalar. Bitta ko'ringlar, ishoninglar, men realni juda ham xursand ketdim. Meni mana shu sezonda men PUBG ni yaxshi ko'rib, o'ynashni boshlaganman, kontent qilishni boshlagan sezonlarim. Faravon sezoni qaytdi, dinozavr sezoni qaytmoqda. Unga qo'shilib Spiderman sezoni ham qaytmoqda. Bu 70-80% tasdiqlangan xabar. Endi qachon qo'shilishi, qaysi kuni qo'shilishi hali aniq emas, lekin qaytish haqida gaplar bor ekan. Qani, PUBG tugayapti, PUBGga bachkan narsalar qo'shib tashlayapti. Mana akalar, PUBG endi boshlanyapti. Endi maza qilib o'ynaymiz. Xohlasak yangi sezonda, xohlasak dinozavr sezonida, xohlasak. Короче, o'sha gap. Короче, zo'r ishlab qo'yishyapti, bori. Qaranglar, treyler, zo'rligini qaranglar. Ular treyler bori. Mana shu yerda chestni aytib qo'yinglar, sizlar o'rgimchak sezonni o'ynaganmisizlar?
qaysi sezon kelgan? Albatta izohlarga yozib qoldiringlar. Hop, shu yerda yana bitta narsani aytib o'taman. Sizlar ham PUBG Mobile ga oid yangiliklarni hammadan birinchi bilish xohlasanglar, bu misol uchun YouTube kanaliga 3-4 kundan keyin video chiqaraman. Birinchi bo'lib Telegram kanalimga tashlab boraman. Shu videoni opissiyasida link qoldiraman. Prosta link bosasizlar, promoy kanalga o'tasizlar, PUBG Mobile ga oid videolarni birinchiliklardan ko'rasizlar. Nima qo'shilyapti, nima ketyapti, nima qo'shilishi kutilmoqda, qanaqa super kar, qanaqa X-Suite, Premium esa nima keladi, qachon keladi. Короче, barcha yangiliklar birinchi bo'lib kanalga tashlanadi. O'shaning uchun tezda o'tib olinglar, keyin topolmasliginglar mumkin. Oramizda animeshniklar bormi? Agarda bo'lsa, juda ham katta yangilik PUBG Mobile bilan Naruto kollaboratsiya qilmoqda. To'g'risi, hamma joyda Naruto deb eshitganman, lekin biron marta na kinosini ko'rganman, na multfilmini ko'rganman. To'g'risi, qiziqmaganman. Hozir ma'lumot berib o'taman. Undan oldin akalar sizlarga hech kim bermagan ma'lumotni bermoqchiman. Qanaqa desanglar, agarda haligacha qimmatga yuz olib yurgan bo'lsanglar, yaxshilab eshitinglar. Akalar, bizda prям mega skidka nafaqat O'zbekiston, yana takrorlayman, nafaqat O'zbekiston, butun dunyodagi eng arzon UC servis. Midas saytini bilasizlar, ko'p kishi biladi, ko'p kishi bilmaydi. Даже saytdan ham arzon. Bugun chislo 4-iyun, bugundan boshlab 7-iyungacha bizda skidka bo'ladi. Ulgurib qolinglar. Narxlar realniy to'g'ri juda ham arzon. Agarda sizlarga UC kerak bo'lsa, begona qilmasdan shu videoni opissiyasiga silga qoldiraman. Prosta bosasizlar, adminga yozasizlar. 3 ta 4 ta admin sizlarning xizmatingizda 1 minutda sizlarning ishinglarni bitirib beradi. Aytgancha skidka tugasa nima qilamiz desanglar, skidka tugasa ham endi dunyoda demayman, lekin O'zbekistondagi eng arzon UC servisga aylanadi. Tak что akalar, davaydi, tezda o'tinglar. Ketdi unda. Xo'p, PUBG Mobile bilan Naruto kollaboratsiya qilmoqda. Bu kollaboratsiya 4-5 obnovleniyada qo'shilishi kutilmoqda. Даже ko'rishinglar mumkin. Mana PUBG ofitsialniy kanalida shunaqa xabarlar chiqqan. Mana bunaqa Narutoga oid narsalarni chiqarmoqda. Xo'p, ko'rishinglar mumkin. Menimcha mana shu Naruto bo'lsa kerak. Bilmayman, lekin akalar so'kib yormanglar. Eng zo'r kollaboratsiyalardan biri deb aytishyapti. Endi animeshniklar faqat. Demak, bugungi ma'lumotimiz akalar shulardan iborat edi. Bitta perxot qilamiz. Mana akalar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan real PUBG bo'ldi. Sizlarga akalar PUBG Mobile'dagi eng so'nggi xabarlarni qisqa va lo'nda qilib tushuntirib o'tdim. Videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, zaryadga ham даже 5% qoldi. Mehnatimni qadrlagan holatda akalar, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Biz akalar sentyabrgacha, ya'ni 4 oy, 5 oy ichida 100 mingta obunachi bo'lishimiz kerak. Так что maksimalniy поддержка kutaman akalar. Sizlardan hech balo ketmaydi. O'zingizga ehtiyot qilinglar, charchamanglar, UC kerak bo'lsa, opissiyasiga o'tinglar.